Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan keyingi, ya'ni ikkinchi savol test tahlillarini ko'rishni boshlaymiz. Demak, bizning birinchi savolimiz quyidagi kasr berilgan ekan. Demak, qarangizlar, mana shunaqa kasrlar kelganda eng yaxshisi bir belgilab olish, ya'ni harf bilan belgilab olsak, shunda osonroq ketadi. Misol uchun men bu yerda 2022 ni A bilan belgilab olsam, shunda menda A minus 1 taqsimda A ko'paygan 2021 shunda A minus 1 bo'ladi. Pastda esa A. Mana bo'lingan ko'paygan 1 taqsim A plus 1 bo'ladi 2023 imiz. Bunga A tadan mahraj beradigan bo'lsak, A ning kvadrati minus 1 taqsimda A bo'ludi 1 dan ko'paytirib qo'yib A taqsimda A minus 1 ko'paygan 1 taqsim A plus 1. A lar qisqarsa, A minus 1 ikkalasi bilan bu qisqaradigan bo'lsa, javob 1. Ya'ni nima bo'lar ekan? A javob bo'lar ekan. Shu kabi misollarda doimiy o'sha belgilash kiritadigan bo'lsalaringiz osonroq chiqadi, chunki sonlar vaqt topib qo'yadi hisoblashda. Keyingi misol hisoblang. 1 minus 3 bu demak minus 2 bo'ladi. Minus necha bo'lar ekan bu yerda? Bu ham minus 2, bu ham minus 2. Birinchi savol, nechta minus 2 bor? Minus 2 ko'paytirilgan. Qarangizlar. 1 dan to 2023 gacha bo'lgan to'qsonlar. Umumiy hisobda nechta shu yerda to'qson bor? Birinchi to'qsonlar sonini topib olaylik. Mana shu yerda 2023 gacha 1012 ta to'qson bor. Endi qarang, har ikkita to'qsondan bitta minus 2 chiqayotgan bo'lsa, demak men bu yerda 606 ta minus 2 bo'lar ekan shunda. Keyingisi. Endi 1 dan kirsak minus 1, minus 1, minus 1 va hokazo. Minus 1 dan nechta? 2022 gacha nechta raqam bor? 2022 ta. Har ikkitasidan bitta minus 1 chiqyapti. Demak nima bo'lar ekan? 1011 ta minus 1 bo'lar ekan shu yerda. Demak bu minuslar qisqaradigan bo'lsa, xo'p 1012 taqsim 1011 degan javob bo'lar ekan. Demak javobimiz D javob. Keyingisi. Xo'p, ana endi buni nima qilsak bo'lar ekan? Xo'p, bundan bitta mahraj beraylik. Bunga 2 tadan, bunga esa 7 tadan mahraj beradigan bo'lsak, shunda 18 taqsimda 65 ko'paytirilgan mahrajda 36 bo'laveradi. 41 da 2 ga ko'paytiradigan 82. 82 dan 17 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, demak 12 ketadiganimiz 70, 65. Plus 7 taqsimda 6. Plusdan qaraymiz. Demak, mahraj 49 bo'lib qoladi bu yerda. Demak, 28 plusdan 5. 33 ko'paytirilgan birdaniga 49 taqsim 99 deyman. Bu ikkalasi qilsa 2, ya'ni 1 taqsim 2. Plus 7 taqsimda 6. Plus bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa 3. Ya'ni 1 taqsimda 3. Bunga 2 tadan, bunga 3 tadan beradigan bo'lsak, mahrajda 6, 3 plus 7 plus 2. Ya'ni 12 taqsim 6 javob 2. Demak nima bo'lar ekan? Javobimiz 2 bo'lar ekan. Xo'p. Keyingisi, mana shu ifodaning debdi hisoblang. Qarangizlar, mana shu misolda ichidan boshlab hisoblashimiz eng osoni bo'ladi, xudo xolasa. Mana eng ichkari qavsdan boshlab hisoblasakda nima bo'ladi? 1 minus 1 taqsim 4 mi bu? Bu 1 minus 1 taqsim 4 degani bu 3 taqsimda necha bo'ladi shunda? 4 bo'ladi. Ana endi shuning minus birinchisi 1 minus 4 taqsim 3 bo'ladi bunda. Ha? Bu degani 3 tadan mahraj beradigan bo'lsak, ikkinchi holatimizda minus 1 taqsimda 3. Mana shu minus 1 taqsim 3 nimasi bo'lyapti? Minus 3-chi. Minus 3-chi degani yana teskari almashadida minus 27 bo'ladi. 1 minus nima bo'lyapti shunda? Minus 27 demak. 1 minus 27. Bu 28 bo'ladi. Demak, mana bungacha bo'lgan qismi ketdi. Ana endi shuni minus birinchisi. Demak, 1 minus 1 taqsim 28 bo'ladi bu. Bu 27 taqsim 28. Ana endi mana bungacha ketdimi endi? Va oxirgisi qoldi 1 minus nima bo'ladi? 27 taqsimda 28 ning minus birinchisi. Bu 1 taqsimda 28 ning minus birinchisi bo'ladi-da 28. Ya'ni nima bo'lar ekan? B javob bo'lar ekan. Xo'p, men bu yerda eslab qolishimiz kerak bo'lgan narsa shu ichidan borsak, xudo xolsa qulayroq bo'ladi hisoblashimizga. Keyingisi, mana shu sonni 5 ga bo'lganda qoldiq bilan mana shu sonning oxirgi raqamini ko'paytmasini toping debdi. Xo'p, mana buni 5 ga bo'lganda qoldiq degan, mana oxirgi raqamini topsak bo'ldi. Ya'ni 2022 ning 2026-sini 5 ga bo'lganda qoldiq. Demak, qaraymiz. 2 ni 5 ga bo'lganda qoldiq 2. 2 ning kvadratini 5 ga bo'lganda qoldiq. Necha bo'ladi shunda? Xo'p, 4 bo'ladi, 4.
2'ning kubi qoldiq, ya'ni 5 ga bo'lganda 3, 2'ning 4-sini bo'lganimizda 5 ga 1 qoldiq qoladi. Demak, 4 ta takrorlanar ekan. Darajani bo'lib oladigan bo'lsak, mana buni 2022 ning 4 ga bo'lganimizda 2 qoldiq qoladi. Demak, 2 ning ikkinchisini necha qoldiq bilan tugadi? 4 bilan. Demak, buning qoldig'i, ya'ni 5 ga bo'lganimizda qoldiq 4 bo'lar ekan. Ana endi mana buning oxirgi raqamini qanday topamiz? 7 ning birinchisi 7 bilan tugaydi, 7 ning kvadrati 9 bilan, 7 ning kubi 3 bilan, 7 ning 4-chisi 1 bilan tugaydi. Ya'ni 2041 adashmasam. 2401 shunaqa atrofida. Demak, davri 4 ekan. Demak, darajani bunda ham xuddi shunaqa 4 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladi. Demak, buning oxirgi raqami qanaqadir? Demak, mana 7 bilan tugar ekan. Endi bizga mana shu ikkalasini oxirini ko'paytirib degan 4 ko'paygan 7. 28 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savol hisoblang debdi. Yaxshi. Endi qarang, mana shu yerda mana shu kabi savol berilganda asosi bir xil qilish kerak. Yo, misol uchun bu yerda 3681 turibdi, lekin hammasini 2 bilan 3 ga olib kelsak bo'ladi. Demak, 3 ning darajalarini 3 ning darajasiga. Demak, keyingi misolimizda quyidagi misol berilibdi. Demak, bu kabi misollarni nima qilamiz? Birinchi darajani ko'tarib olamiz, ya'ni asosini tupsan holatga olib kelib olamiz. 81 degani bu 3 ning 4-chisi, 32 degani 2 ning 5-chisi, 27 degani 3 ning kubi. Xo'p, 16 degani bu 2 ning 4-chisi, 256 degani bu. Xo'p, 2 ning 8-chisi. Tamam, o'rniga qo'yib chiqamiz shunda. 3 ning 4-chisini mana bu 75 degani 3 taqsim 4 degani bu. Ko'paytirilgan. 32 degani 2 ning 5-chisini minus 2 taqsim 5-chisi. 27 degani 3-chisi degani mana shu davrda 3 desa 1 taqsim 3 bo'ladi bu. Ko'paytirilgan. 16 2 ning 4-chisining minus 0,5-chisi, ya'ni minus 1 taqsim 2-chisi. Plyusdan bu 2 ning 8-chisining 1 taqsim 2-chisi. Bu bilan bu qisqarsa 3 ning kubi ko'paygan. Bu bilan bu qisqarsa 2 ning minus 2-chisi. Minusdan bu bilan bu qisqarsa 3 ko'paytirilgan. Bu bilan bu qisqaradigansa 2 minus 2-chisi. Xo'p, plyusdan bu bilan bu qisqarsa 2 ning 4-chisi bo'lar ekan. Ana endi nima bo'ldi? 27 taqsimda 4 minusdan mana bu 3 taqsimda 4 plus 2 ning 4-chisi bu 16. Bu 24 4 ga bo'lsak 6 plus 16, ya'ni 22 bo'lar ekan javob. Keyingisi hisoblang debdi. Yaxshi. Qarang, birinchi qiladigan ishimiz davriy kasrdan oddiy kasrga o'tib olish. Davriy kasrda bilamiz, ya'ni sonni ichida, ya'ni qavs ichida nechta son bo'lsa shuncha 9. Virgul va qavs o'rtasida nechta son bo'ladi, ham shuncha 0. Demak, birinchi holatda bu necha bo'ladi? 436 minus 4, ya'ni 432 taqsimda 99 bo'lingan. Endi 319 dan 31 da ayirib tashlaymiz. Demak, 31 da ayirganimiz 12 qoladi. 288. 288 taqsim 90. Plyusdan mana bu endi qarang, 7 kira 3 21, 22 taqsim 7 birdaniga 7 taqsim 22 deb yozib olaman. Endi nima qilamiz? Bunda 432 taqsimda 99 ko'paytirilgan 90 taqsimda 288. Bu ikkalasini 9 ga qisqartsak 10 qoladi. Bu yerdachi 11 qolar ekan. Mana bu ikkalasini necha qisqartsak 4 ga qisqartirsak bo'lar ekan. 4 ga qisqartsak 108 bo'lar ekan. 108 qolar ekan. Buni 4 ga bo'lganimizda esa 72 qolar ekan. Bu ikkalasini 36 ga bo'lganimizda 3 qolar ekan, bunda 2 qolar ekan. Bu bilan buni qisqarsak 5. Demak, nima bo'ldi? 15 taqsimda 11 plyusdan 7 taqsim 22. Bunga ikkitadan mahraj beradigan bo'lsak 37 taqsimda 22 yoki bo'lmasa 1/15 taqsimda 22. Ya'ni bizda B javob bo'lib qolar ekan. Keyingisi mana shu ifodani qiymatini toping debdi. Yaxshi. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz hammasidan 10 da chiqarib olsam, ya'ni 1 taqsimda 10 ko'paygan desam, 1 taqsimda 3 plus 1 taqsimda 6 plus 1 taqsimda 10 plus 1 taqsimda 15 plus 1 taqsimda 21 desak bo'ladimi? Ana endi men yana yozsam, 1 taqsimda 10 ko'paygan, mana buni 1 taqsim 3 plus 1 taqsimda 2 minus 1 taqsim 3 desam. Buni esa 1 taqsimda, xo'sh, bo'ladimikin 1 taqsimda? Xo'p, buni soddalashtirsak keladimi? Bu men bunga kelar ekan. Endi mayli, buni yozaylikkan 1 taqsimda 2 minus 1 taqsim 5 yozadigan bo'lsak, bu yerda hozir
3 qolib ketadi tepada. O'shaning uchun buni mana bunday yozsak bo'lar ekan. 1 taqsim 3 desak. Plyusdan 1 taqsim 15, plyusdan 1 taqsim 21. Ha, bo'ldi, kelar ekan. 1 taqsimda 10 ko'paytirilgan. Mana bu ikkalasi ketadigan bo'lsa 1 taqsimda 2, plyusda buni ochib chiqsak 1 taqsimda 6 minus 1 taqsim 15. Ha, plyusdan keyingisi qaraymiz. 1 taqsimda 15 minus 1 taqsimda plus 1 taqsim 21. Ana mana bular yana ketadi endi. Xo'p, ana endi 1 taqsimda 10 ko'paytirilgan. Deylik, buni nima qilsak bo'lar ekan yana? Umumiy mahraj 42 qilamizda shunda. Bunga 2 tadan, bunga 7 tadan, bunga esa 21 tadan. Shunda 21 plus 7 plusdan xo'sh 2. Pastda esa 42 demak 1 taqsimda 10 ko'paytirilgan 30 taqsimda 42. Bu ikkalasi qisqaradigan bo'lsa 1 taqsimda 14. Ya'ni bejavob bo'lib qolar ekan. Boshqacha qilsak bo'larmidi? Bir o'ylab ko'raylikchi. Boshqacha mana 30 ni yozsak bo'ladi. Yana boshqacha qanday qilishimiz mumkin? Ya'ni yana bitta qanaqadir ketma-ketlikka kelib qolishi mumkin. Hozircha bizga kelgan eng yaxshi ideya mana shu bo'ldi. Demak, keyingisi hisoblang. Quyidagi misolni hisoblang debdi. Tamam. Qarang, hammasini yozsak bo'ladi bir xil. Ya'ni 6 minus mana bu qarang. Mana bu 1 plus 1 taqsim 30 da. Bu esa 1 plus 1 taqsim 60. Bu esa 1 plus 1 taqsim 100 degani. Bu esa 1 plus 1 taqsim 150. Va hokazo ketdi. Shu yerda nechta bir bor? 1, 2, 3, 4 ta. Keyin mana buni 6 taga bilan 5 ta. Demak, 6 dan 5 ta ayiryapmiz. Keyin minusdan 1 taqsim 30, plus 1 taqsimda 60, 1 taqsim 100, plus 1 taqsim 150, plus 1 taqsim 210 bo'lib qolar ekan. Ana endi qarang. Mana bu demak aytsak 1 minus, mana bu qismi bor-ku, mana bu bilan bir xil bo'lib qoldimi, yo'qmi? Mana bu qism bilan bir xil bo'lib qoldi. Bu nima chiqdi? 1 taqsim 14 chiqdi. Ya'ni hisoblashi bir xil demoqchiman. 1 taqsim 14 bo'ladi. Shunda 1 taqsim 14 bo'ladigan bo'lsa 13 taqsim 14 bo'lar ekan javob. Qarangizlarda, ya'ni testlar misol uchun mana bu 9-testdan olingan ikkinchi savolda. Yo'q, nechinchi savol kelib qoldi? 4-chi yo 5-chi, 9-testdan olingan. Ha, bundan oldingi 8-testdan. O'zi testlar tarkibi bir xil, o'xshash, faqat shaklini almashtirib beryapti bizga shunda. Keyingisi 10-si mana shu savolni hisoblang debdi. Misolni. Tamam, buni birinchi qiladigan ishimiz oddiy kasrga o'tkazib olish, ya'ni davriy kasrdan o'tkazadigan bo'lsak 46 dan 4 ayiramiz. 42 taqsimda 9 bo'ladi. Ko'paytirilgan. Mana buni endi aralash kasrdan noto'g'riga o'tsak 14, 18 taqsimda 7 minus 3. Ko'paytirilgan 105 dan 10 ayirsak 95 taqsimda 90 ayrilgan. Mana buni endi 4 taqsim 10 desak 10 taqsim 4 desak bo'lar ekan. Bu bilan bu qisarsa 2, bu bilan bu qisarsa 6. 6 kere 2, 12, 12 dan 3 dersek 9. Ko'paygan 95 taqsimda 90 minus 10 taqsim 4. Bu bilan bu qisarsa 10. Ana endi 10 bo'ladigan bo'lsa, 95 ni 10 ga bo'lsak 9,5 minusdan 10 ni 4 ga bo'lsak 2,5. Xo'p, 7 degan javob bo'lar ekan. Keyingisining javobi. Endi mana shu bo'ladigan bo'lsa debdi. Qiymatini toping. Yaxshi. Birinchi qiladigan ishimiz mana buni mahrajini adinni, ya'ni y taqsimda x plusdan 2022 x taqsim x desak, bu y taqsimda x plus 2022 bo'lib qoladimi shunda? Mana bu ikkalasining nisbatini topib olsak bo'ldi. Bizda boshqa muammo bo'lmaydi. Xo'p. Mana o'rta 3 ga oshib ketyapti. Bu 6 ga oshib ketyapti o'rtasi. Demak, nechta xat bor degan bu yerda arifmetik progressiya qo'yapti, ya'ni x bilan y. Tepadagisini mana birinchi xadi, birinchi mana x uchun yozadigan bo'lsak, x birimiz 1 bo'lyapti, d miz teng 3 bo'lyapti. X n'imiz esa 301 bo'lyapti. Endi topish uchun n minus 1 ko'payganda teng 301 minus 1. Demak, d o'rniga n minus 1 ko'paygan 3 teng 300. N teng 101. Demak, x ni hisoblasak,
sx'imiz nima bo'lar ekan? 1 plyusdan 302 taqsimda 2 ko'paytirilgan 101. Bu 301 bu. Shunda 302 bo'ladi. 302 ni 2 ga bo'lsak 151 ko'paygan 101 bo'lib qolar ekan. Shu holatda turib turaversin. Ana endi qaraymiz, nima qilamiz? Ikkinchisi uchun hisoblaymiz. Ya'ni y uchun. Y uchun hisoblasak, bu yerda y birimiz teng bo'lyapti 2 ga. Mahraji d imiz teng bo'lyapti, mahraj mana ayirma teng bo'lyapti 6 ga. S'imiz 602. Y n'imiz 602. Demak, 602 barobar 2 plyusdan n minus 1 ko'paygan 6. 600 teng 6 ta n minus 1. N teng 101 bo'lib qolar ekan bunda ham. Bunda ham n teng 101 bo'lsa, s y topadigan bo'lsak, xo'p, 2 plyusdan 600 2 taqsimda 2 ko'paygan 101. Ana endi bizga y taqsim x kerakmi? Bu degani, xo'p, 604 bu 302 taqsim 2 ko'paygan 101. Tamam, o'rniga qo'yamiz endi. Mana bu ketdi-yu. 302 ko'paygan 101 taqsimda 151 plyusdan 2022. Bu bilan bu bilan bo'lsa 2 qoladi. 2024 bo'lar ekan yechim. Demak, natija 2024 bo'ldi. Demak, keyingi misolimiz mana shu berilibdi. Ya'ni 2025 ning kubi minus 2023 ning kubi teng a bo'ladigan bo'lsa, quyidagi toping. Qarang, mana buni nima qilamiz? Bu yerda 2000 mana buni menimcha eng yaxshi yo'li 2024 plus 1 4 minus 1 deb olsak eng yaxshi usulda chiqadi. Va buni a bilan belgilab olaylik. Shunda a plus 1 ning xo'p, bu yerda a belgilash kiritilgan x deylik. X plus 1 ning kubi minusdan x minus 1 ning kubi deydigan bo'lsak. Ana endi nima bo'ladi? Ochib chiqsak x ning kubi plus 3 x ning kvadrati plus 3 x plus 1 minusdan x ning kubi minus 3 x ning kvadrati plus 3 x minus 1. Endi ayirsak bu ikkalasi ketadi. Bu 6x ning kvadrati bo'lib ketar ekan. Xo'p, bu 3x lar ham ketar ekanda plus 2 bo'lib qolar ekan. Plus 2 bo'lib qolar ekan. Bo'ldi, avor o'rniga qo'yadigan bo'lsak, ilzosida a minus 2 ning o'rniga birdaniga 6x ning kvadrati minus 2 taqsimda 6 desak bo'lar ekan. Shunda plus 2 minus 2 demak 2 lar qisqarsa ilzosi 6x ning kvadrati taqsimda 6. Bundan x ilzosi 6 taqsim 6 bo'lib qolyapti. Qarangizlar, mana shu ildiz demak umumiy bo'lgan ekan. Shunda mana 6 lar qisqaradidan, ya'ni x teng 2024 chiqadi. Bo'lmasa mana bunaqa oddiy holat chiqmaydi. Demak, misolda bilib oldik. Mana bu ilzosda a minus 2 taqsim 6 bo'lgan ekan. Ildiz katta bo'lgan ekan. Mana shunaqa misolda ishlatganda, misol uchun o'zi misolda xatosi ham ba'zida ko'rinib qoladi. Demak, keyingi misolimizda quyidagi misol beribdi. 135 ning 1 taqsim 3-chisi. Buni birdaniga 27 ko'paygan 5 ning 1 taqsim 3-chisi desak bo'ladi. Minus 15 ko'paygan birdaniga 27 ko'paygan 5 ning 1 taqsim 3-chisi plyusdan xullas bu 25 ning 1 taqsim 3-chisi. Bunga ko'ra bu 3 ko'pinchi ilzosi 5 minusdan xo'p 15 taqsimda 3 ko'pinchi ilzosi 5 plyusdan ko'pinchi ilzosi 25. Bunga keyin ko'pinchi ilzosi 5 tadan, bunga ham ko'pinchi ilzosi 5 tadan mahraj bersak, shunda nima bo'ladi? Shu ko'pinchi ilzosi 5 tadan bermay turaylik-da, mana bunga. 3 ko'pinchi ilzosida 5 minusdan qarang. Bu bilan bu qisqarsa 5 taqsimda ko'pinchi ilzosida 5 da plyusdan mana bu nima bo'ladi? Ko'pinchi ilzosi 125 dan 5 chiqadi, pastda ko'pinchi ilzosi 5. Bu ikkalasi ketadi. Demak, 3 ko'pinchi ilzosi 5 bo'lar ekan javob. Keyingisi, mana buni hisoblaymiz. Yaxshi. Qarang. Qisqartiradigan bo'lsak, mana tepada 2026 faktorial taqsim pastdan men 2024 faktorialni chiqarib olsam, pastda 2025 plus 1 qoladi. Minusdan 10 faktorial taqsimda mana bundan 8 faktorial chiqarsam 9 plus 1 qoladi. Bu bilan bu qisqarsa, mana bu yerdagi 1 bilan yana bitta qisqaradigan bo'lsa 2025 qoladi. 2025 bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 45 chiqadimi shunda? Mana 2025 deylik, minusdan mana bu yerda
10 faktorial bilan bo'qsarsa 9 ko'paygan 10, 10 bilan bo'qsarsa 9. Demak bu 3 chiqishi aniq bo'ldi. Ana endi bu yerdan 45 chiqadigan bo'lsa 2 bo'lar ekan javob. Keyingi misol mana shuni bo'ladigan bo'lsa soddalashtiring debdi. Xo'sh, qaranglar-da, hammasini bir xil qilib olaylik. Ya'ni qaysi biri katta, qaysi biri kichkinaligini bilib olish kerak. Buning uchun mana a ning a barobar ko'pinchi ilzosi 12 ekan, b barobar ilzosi 6 ekan, c barobar 2 oltinchi ilzosi 3 ekan. Hammasini men 6-darajaga ko'tarib chiqsam, shunda a ning 6-si teng bo'ladi 144 ga. B ning 6-si teng bo'ladi, demak 216 ga. C ning 6-si teng bo'ladi 2 ning 6-si 64 bo'ladigan bo'lsa 64 ko'paytirilgan 3 192. Demak eng katta B ekan, undan kattasi, undan katta A. Mana bu bo'ldi. Bizga kerak bo'lgan narsa shu. A minus B dan nima chiqadi? A minus B dan B minus A chiqadi. Sababi bizda moduldan doim kattasi birinchi chiqishi kerak. Demak bu B minus A bo'lar ekan. Plyusdan B minus C-chi. Bu B minus C ning o'zi. Xo'p, undan keyingisi A minus C dan nima chiqadi? C minus A chiqadi. Demak minus ta'sir qilsa minus C plus A bo'lib ketar ekan. Minus 2A. Minus 2A ning o'zi. Mahrajda A minus C dan C minus A chiqadi. B minus 4 dan B minus 4 ning o'zi. Xo'p, plusdan C minus 2 ning o'zi. Endi qaraymiz. Tepada nima paydo bo'lyapti bizda? Bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa 2b, 2b mana bu yerda 2b bo'ldi, minus 2c, minus 2c, 2b minus 2c va minus 2a taqsimda mana bu yerda 2c. Xo'sh, mana shu yerda rosa xato ketibdi, misolda bor. Mana 4 2 aralashib qolgani, mana shu yerda xato ketgan. Mana shu 4 o'rnida a, buni o'rnida qarangizlar, mana shu misolda bu yerda xato bor, chunki mana qisqarib ketish kerak-da, o'zi aslida tepa bilan past qisqarib ketib qanaqadir javob chiqishi kerak. Xato ketib qolgan ekan, shu misolda xatoligi bor. Umumiy ishlanishi mana shunaqa, ya'ni shunaqa misol beriladigan bo'lsa sizga va bu misolda ishlayotganda birinchi qaysi biri katta kichikligini topib olish kerak A-sini keyin va undan keyin modullar shunga qarab ochib chiqasizlar. Mana tepasini ko'rib turibsiz, birdan bir nimagadir kelib qoldi. Ikkinchi qarab olsak bo'ladi. Pasti hozir shunga o'xshash narsaga kelish kerak edi. Lekin kelmayapti bu yerda. O'shani hisobiga bu yerda mana bu 4 2 mana shu yerda noto'g'ri ketgan bo'lishi kerak. Agar kimdir ishlagan bo'lsa, biz ko'rmayotgan nimadir bo'layotgan bo'lsa, tashlasalaringiz xursand bo'lardik. Hisoblang. Bu butun kasr qismi ekan, ikkinchisi butun qismi ekan. Mana buni kasr qismi bu demak 0.4 bo'ladi. Taqsimda bu butun qismi minus 2. Minusdan butun qismi 6, pastda esa kasr qismi 0.6. Xo'sh, 0.2 minusdan mana bu esa minusdan 10. Demak bu mana bu javob, ya'ni minusdan 10.2. Keyingi misol. Demak, quyidagi misolda ishlang debdi. Yaxshi. Qarang, mana butun qismni ayirib chiqamiz. 1dan 3dan 1 ayirsak 2, demak ikkinchisi 4. Plyusdan ana bu 45 taqsim 900 desam, mana bu 8 taqsim 90 bo'ladi-ku, 80 taqsim 1dan 990 deyman. Mana bu 990. 1daniga buni ham plyusdan 45 taqsimda 990. Shunda 4 plyus 10 taqsimda 990 yoki 4.01. Keyingisi, tepadan hammasidan 5 ta chiqarib olaman. 1 taqsim 5 ta, pastdan 1 taqsim 5. Tepadan 1 taqsim 5 chiqarsam, shunda 1 taqsimda 3 minus 1 taqsimda 2 plus 1 taqsimda 5. Bu ham 1 taqsim 5 chiqarib oladigan bo'lsam, 1 taqsimda 9 minus 1 taqsimda 6 plus 1 taqsimda 15. Bu ikkalasi qisqaradi. Ana endi tepaga qarang. Umumiy mahrajni necha qilamiz? 30 qilaylik. Yo, tepaga 30 qiladigan bo'lsa, bunga 10 tadan berish kerak, bunga 15 tadan berish kerak, bunga esa 6 tadan. Shunda 10 minus 15 plus 6 taqsim 30 bo'ladi. Mahrajda esa hop 9 6 15, demak 9 bo'ladigan bo'lsa 18 90 bo'lar ekan. Demak bunga ham 10 tadan, bunga 15 tadan, bunga esa 6 tadan. Demak 10 minus 15 plus 6 taqsimda 90. Bu bilan bu qisqarsa, bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa 1 taqsimda 1, 1 taqsimda 3. Demak bu 3 chiqar ekan. Keyingisi quyidagini hisoblang debdi. Qarang, 1 taqsimda 3 plus 1 taqsimda 4 plus mana buni men 1 taqsimda 4 minus 1 taqsimda 7 desam. Keyingisini plusda 1 taqsimda 7 minus 1 taqsimda 10 desam.
va hokazo. Qarang, mana buni mahraj berganimizda 7 minus 4 3 tepada 3 qolib ketadi-yu. O'sha 3 ta hammasi bilan tepada oxirisini 700 nima deb yozsak bo'lar ekan. 700 da ham orasida 3 farq bor ekan, son shaklda yozishimiz kerak. Demak, biz yoshimizga 70 ko'paytirilgan 10, demak, masalan 35 ko'paytirilgan 20. Demak, 700 ni topib olaylik. 35 ko'paygan 20 desak bo'ladi. Yoki buni 5 ni bu yoqqa bersa 25 bo'ladi. Buni 7 ni bu yoqqa beradigan bo'lsak 28 da. Demak, plyusdan 1 taqsimda 25 minus 1 taqsim 28. Ko'paygan 1 taqsim 3. 1 taqsimda 3 plus 1 taqsimda 4 qisqaradi. Shunda 1 taqsimda 4 minus 1 taqsimda 28. 1 taqsim 3. 1 taqsimda bunga 3 tadan bunga 4 tadan mahraj bersa 7 taqsimda 12. Plyusdan bunga 7 tadan bersak 6 taqsimda 28 yoki birdaniga 3 taqsimda 14 ko'paygan 1 taqsim 3. Bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa 7 taqsimda 12 plus 1 taqsimda 14. Endi mahraj beramiz. 14 bilan 12 ga. Bunga 84 bo'lsa, bunga 7 tadan beramiz. Bunga esa 6 tadan. Shunda 49 minus 6 43 taqsimda 80. Demak, mahraj berib hisoblaydigan bo'lsak, bu 7 taqsimda 12 plyusdan mana bu endi 7 tadan mahraj berdik. 6 taqsimda 28 ko'paygan 1 taqsimda 3. Demak, 7 taqsimda 12 plyusdan bu bilan qisqaradigan bo'lsa 1 taqsim 14. Bunga 6 tadan, bunga 7 tadan bersak, bu 55 taqsimda 84. Ya'ni D javob bo'lar ekan. Keyingisi, xo'p. Birinchi mana buni hisoblab olaylik. Bu nima bilan 15 taqsimda 9 plyusdan 10 taqsimda 3. Demak, bunga ham 3 tadan mahraj beradigan bo'lsak, 45 taqsimda 9, ya'ni 5 bo'ladi bu. Xo'p, mana bu nima bo'ladi? Bu 27 taqsimda 9. 90 deganim 90 bo'ladi. Plyusdan 1 taqsimda 5. Mana shuning minus ikkinchisi bo'lingan 2. Bu ikkalasini 9 ga qisqartiradigan bo'lsak, 3 taqsimda 10 plyusdan birdaniga 2 taqsimda 10 desak, buni minus 2 bo'lib 2 deydigan bo'lsak, 5 1 taqsimda 2 ning minus ikkinchisi bo'lingan 2. Bu 4 bo'lingan 2, ya'ni 2 B javob bo'lar ekan. Demak, bugun ikkinchi savol tahlillarini ko'rib chiqdik. Xudo xolasa ertaga keyingi savol tahlillarini ham ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar.